Xo'p, hammaga assalomu alaykum. Bugungi darsimiz targeting haqida bo'ladi. Ya'ni targetni boshlang'ich birinchi moduli va birinchi darsni boshlaymiz. Mavzumiz jarayonida target o'zi nima? Targetning qanaqa turlari bor? Qanaqa maqsadlar bo'yicha yoqqanimiz samara beradi? Qanaqa narsalarga javob beradi? Qanaqa qilib misol uchun tadbirkor bilan kelishish kerak? Qanaqa daromad olishi mumkin? Nechta loyihaga ulgursa bo'ladi? Mana shular bo'yicha umumiy holatda ushbu darsimizda gaplashamiz va bu birinchi darsimiz. Biz boshladik. Tushuntirishimiz yana ham qisqaroq va tushunarliroq vizualni yaxshi yetib olishlik uchun prezentatsiya shaklida tushuntirishni boshlaymiz. Bu holatda faqat men bilan emas, ko'proq fokusingizni ekranga qaratishingizni so'ragan bo'lardim. Bu orqali kerakli ma'lumotlarni iloji bo'lsa daftarga, bloknotga har birini detalni yozib, diqqatlik bilan ko'rishingizni tavsiya bergan bo'lardim. Xuddi nuqtai nazaringizni, fikrlashingizni shunday nuqtaga qo'yingki, xuddi men mana shu rahmatli aka yoki ustozga $1000 pul beryapman, mana shuning uchun shunaqa bilim olyapman degan nuqtai nazar bilan qaraydigan bo'lsangiz, siz foydali ma'lumotlarni tezroq va samaraliroq egallaysiz va o'rgatgan bilimlarimiz tezroq o'ziga qabul qilasiz va bitta narsani chiqarib yuborishni so'ragan bo'lardim. Men buni bilardim-ku, men buni ko'rganman, qilib ko'rganman degan narsani chiqarib yuboring. Agar bilgan bo'lsangiz zo'r, juda ham yaxshi. Bu sizga takrorlash bo'ladi. Agar bilmagan bo'lsa, bu sizga yangilik, yangi ma'lumotlarga ochiq bo'ling. Doim sizni stakaningiz, ya'ni miyangiz doim qabul qiladigan darajada bo'lsin. Qachonki bo'sh stakanga suv quysangiz, u qabul qiladi. Agar to'la stakan bo'lsa, miyangiz, ya'ni men bilaman, men bu narsani, men ko'rganman, men qila olganman qachonlar desangiz, sizga ming zo'r ma'lumotni Elon Musk bilan Mark Zuckerberg kelib sizga target yoqishni o'rgatgani bilan baribir sizga ma'lumot kirmaydi. Chunki sizda egoizm yoki nima deydi, qisqacha ozgina aytadigan bo'lsa, kibr bor. Ya'ni o'zingizdan boshqani ma'lumotlar eshitmaslik, o'zim bilaman. Bunaqa insonlarni o'stirish juda ham qiyin va bilim olishi, o'sib rivojlanishi sekinroq bo'ladi. Shuning uchun doim o'quvchilarga aytaman, gubka kabi bo'ling. Gubka qayerga tushsa, o'sha suv tortib oladi. Xuddi shunaqa kimdan bo'lsa ham bilim oling. Bilim yosh tanlamaydi, bosh tanlaydi. Shunday ekan, kattami, kichikmi? Shaxsan o'zimdan kichkina 20 yoshli, 18 yoshli bolalardan kerak bo'lsa, sohada tajribasi yuqori, bizdan kerak bo'lsa, vaqtliroq kirgan insonlardan kerak bo'lsa bilimlarni olib, o'qib, o'rganib kelyapmiz. Shuning uchun maksimal darajada bilimni o'g'risi bo'lish kerak. Albatta, to'g'risi ham bo'lish kerak. Xo'p, darsimizni boshladik bo'lsa, targeting. Hop, bu targeting o'zi qanaqa kasb? Bu shunaqa kasbki, bu maqsadli auditoriyaga yo'naltirilgan ijtimoiy tarmoqlardagi maqsadli reklama hisoblanadi. Ya'ni bu Instagramda qaysidir mahsulotga qiziqishi mumkin bo'lgan, olishi mumkin bo'lgan insonlarda yoshi, jinsi, qiziqishlari, yashash joylaridan kelib chiqqan holatda yo'naltirilgan, to'g'ri vaqtda, to'g'ri holatda, ayni kerakli momentda yoqib berilgan va reklamani ko'rsatib bergan, qiziqtira oladigan kasb hisoblanadi. Xo'p, demak qisqacha tushuntirib o'tdik. Davom etamiz. Targetingda qanday imkoniyatlar mavjud? Shu bo'yicha gaplashamiz. Birinchi, kam xarajat bilan katta axlatlarga ega bo'lishingiz mumkin. Atiga $1 bilan ham, misol uchun minglab prosmotrga ega bo'lishingiz mumkin. Hattoki $100 bilan ham, misol uchun ko'plab million prosmotrlarga ham ega bo'lishingiz mumkin. Xo'p, issiq auditoriya bilan ishlash imkoniyati. Ya'ni issiq auditoriya bilan ishlash imkoniyati qanaqa deydigan bo'lsangiz, sizni Instagramingizga kirgan, obuna bo'lgan, video roligingizga like bosgan, kommentariy yozgan yoki obuna bo'lgan, bir marta bo'lsa ham kirib ko'rgan insonlar yoki saytingizga kirib chiqqan insonlardan, lekin xarid qilmagan insonlarga qaytadan boshqacha yangicha offer bilan, yangicha takliflar bilan qiziqtirib, unga mahsulotingizni yoki xizmatingizni sotishingiz mumkin bo'ladi. Albatta, bu professional targetingda bu narsa instrumentlar bor. Ikkinchisi, ma'lum bir odamga moslab reklama yoqish imkoniyati. Ya'ni aynan segmentlarga bo'lib, aynan yosh kattalarga yoki ayollarga, erkaklarga yoki yosh bolalarga, ya'ni 18 yoshdan katta bo'lish kerak, 18 yoshga to'lmaganlarga reklama yoqishni taqiqlab, cheklov qilib qo'ygan Facebook. Xo'p, ikkinchisi, sizning mahsulotingiz kerak bo'lgan, ammo qidirmayotgan insonlarni ham Instagram va Facebook target reklamalar orqali siz topishingiz va u insonlarga o'z reklamangizni ko'rsatishingiz mumkin bo'ladi. Keyingisi, bu reklama orqali auditoriyani qayerlarga yo'naltirishingiz mumkin. Birinchisi, saytga. O'sha ko'pchilik Instagramda ko'rayotgan podrom tugmasini bosing, hoziroq quyidagi tugmani bosing va bizga o'z ma'lumotni qoldiring degan tugma, o'sha podrom tugmasi. U tugmani xohlagancha nom qo'yishingiz mumkin.
o'zini variantlari bor. Endi umumiy holatda insonlarga podrobniy tugmasi bu insonning miyasiga singan. Mana shu tugmani bosgan paytda Instagram va asosan Facebook qayerlarga yo'naltirib berishi mumkin. Ya'ni sizni va sizning ma'lumotlaringizni e'tibor bering. Birinchisi, saytga yo'naltirib berishi mumkin. Ya'ni o'sha knopkani bosgan paytingizda agar siz Telegram kanalingiz yoki veb-saytingiz bo'lsa, ya'ni internetdagi do'koningiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha do'konga Instagram orqali yo'naltirib berishi mumkin, yo'naltirib yuborishi ham mumkin. Ikkinchisi, ijtimoiy tarmoqlarga ham yo'naltirish mumkin. O'sha knopkani bosadigan bo'lsa, Instagram profilingiz o'ziga ham olib kirishingiz mumkin, yoki WhatsAppga ham yo'naltirishingiz mumkin, yoki Telegram lishangiz yoki Telegram kanal guruhingizga ham bemalol yo'naltirishingiz ham mumkin. Keyingisi Google formaga. Google formani yasashdagi ko'pchilik bilmaydigan bo'lsa, uni ham dars jarayonida tushuntirib o'tamiz. Google forma bu qisqasi mini sayt desa ham bo'ladi. Mijozlarning ma'lumotlarini so'rovnoma shaklida olishingiz va Excel formatda sizga tayyorlab beradi. Xuddi shu Google formaga ham qo'shimcha kichik sayt deyiladi u ham. O'sha link orqali ma'lumotlarni, mijozning informatsiyalarini, hattoki to'lov cheklarini, pasport ma'lumotlarini ham o'sha Google forma orqali ham qabul qilib olishingiz mumkin. Keyingisi telefon, ya'ni o'sha knopkani bosgan paytda, pozvoniy tugmasini bosgan paytda sizga to'g'ridan-to'g'ri sizga mijozlar qo'ng'iroq qildirishgacha, misol uchun siz yo'naltirsangiz ham bo'ladi. Keyingisi CRM ga, ya'ni ko'pchilik bilgan o'zi, ya'ni sotuvlarni tizimlashtirish va to'g'ri boshqarish va konversiyani yuqori ushlash uchun albatta tadbirkorlar ko'pchilik hozirgi paytda CRM sistemlaridan foydalanishyapti. Ulardan hozirgi paytda eng ommalashganlari Amo CRM va Bitrix CRM sistemalari hozirgi paytda juda ham ommalashgan va to'g'ridan-to'g'ri Facebook va Instagram bilan integratsiyasi bor. Ya'ni Instagram va Facebookdan tushgan lidlar to'g'ridan-to'g'ri Amo CRM va Bitrix 24 ga yo'naltiriladi va sotuv menejeri, kol operatorlar u tushgan lidlar bilan, ya'ni targetolog tushirib bergan lidlar bilan aloqaga chiqib, sotuvlarni amalga oshirish bo'yicha ishlashligi uchun ham to'g'ridan-to'g'ri CRM nima qiladi? Tushgan lid sirazi CRM ga tushadi va u mijozga qo'ng'iroq qilib, mahsulot yoki xizmat bo'yicha ko'proq ma'lumotlarni berib, sotuvni amalga oshirsa ham bo'ladi. Va oxirgisi lead formaga. Lead forma bu nima desa, Facebookda o'zini nastroykasidan, ya'ni kichkina sayt yaratishingiz mumkin. Ya'ni saytingiz yo'q bo'lsa ham, Google formani ham bilmasangiz ham, agar CRM sistemangiz ham yo'q bo'lsa, lead forma yaratib, o'sha lead formada misol tayyor so'rovnomalar qilsangiz bo'ladi. Ism, familiya, telefon raqam, qaysi viloyatdan, nimalarni xohlaydi, qachondan beri bu muammoga duch kelgan, kimlarga misol uchun borgan muammosi hal qilish uchun, yoshi nechida yoki qaysi viloyatdan murojaat qilyapti, shu kabi ma'lumotlarni o'sha lead formada olishingiz va to'g'ridan-to'g'ri sizga kerak bo'lsa Telegram guruhga bot orqali yuborishingiz yoki CRM sistemaga ulab qo'yishingiz mumkin yoki Facebookda o'zidan ham o'sha tushgan ma'lumotlarni ko'rib, qayta aloqaga chiqib, gaplashib, sotuvlarni amalga oshirsangiz ham bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Keyingisi, ijtimoiy tarmoqlarda maqsadli reklama yoquvchi inson bu targetolog hisoblanadi. Ya'ni targeting bu kasb, ijtimoiy tarmoqlarda, ya'ni Instagram va Facebookda maqsadli auditoriyaga yo'naltirilgan reklama turi bu targeting deyiladi. Endi targetolog xuddi o'sha reklamani sozlab beruvchi va qisqa tushuntiradigan bo'lsak, biznesni qon tomirini yuragi desa ham bo'ladi, biznesni yuragi desa ham bo'ladi targetologdan. Ya'ni targetolog biznesga doimiy yangi mijozlarni jalb qilib, yangi mijozlar olib kelib berib turmas ekan, ko'p bizneslar shu yangi mijozlar kelmasligi, yangi oqim, yangi daromad manbai kelmasligi natijasida bizneslar oxir oqibat yopilib ketishiga sababchi bo'ladi. Shuning uchun targetolog hozirgi paytda qisqasi rasxod qiluvchi ham deb tushunishadi. Rasxod qilmaydi. Bu sizga tadbirkorda misol bergan 1 so'm yoki 10 ming so'm pulini kerak bo'lsa 100 ming so'mlik pul to'lashi mumkin bo'lgan mijozlarni olib keltirib beradi va uni sotuvga aylantirsangiz, plus 2, 10, kerak bo'lsa 50 baravar, kerak bo'lsa 100 baravargacha plusni ko'paytirib berishi mumkin bo'lgan как generator desangiz ham bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Demak, reklama yoqishga yo'nalib tayyorlanish birinchi etapimiz. Birinchi o'rinda maqsadli auditoriyani topishimiz kerak. Maqsadli auditoriyamiz kim? Qayerda joylashgan? Nimalarni xohlayapti? Yoshi nechida? Nimalarga qiziqadi? Qaysi viloyatdan? Va shu, ya'ni mijozning umumiy holatda portretini tuzib olishimiz kerak. Mijoz portretini tuzish bo'yicha yana alohida darsliklarimiz bor maqsadli auditoriya bo'limida. Xo'p, keyingisi segmentlarga bo'lish. Ya'ni segmentatsiyaga bo'lish deganda nima deyiladi? Misol uchun mijozlarimizni har xil segmentga bo'lib,
o'sha segmentlarga mo'ljallangan holatda reklama kampaniyasi sozlashimiz uchun kerak bo'ladi. Misol uchun men xususiy maktab segmentiga target yoqadigan bo'lsam, avvalambor segmentlarga bo'lib chiqaman. Ota-onalar umumiy holatda onalari va otalari segmentiga, ya'ni dadalarim segmentiga bo'lib chiqamiz. Endi bu segment ichida yosh bolalar umumiy holatda target yoqmaymiz ularga. Chunki bitta ma'lumot berib o'taman. Biznesda mijoz bor va iste'molchi bor. Mijoz bilan iste'molchining farqi bor. Bizga pul to'laydigan inson bu mijoz hisoblanadi. Iste'molchi esa bu o'sha mahsulotimizni, xizmatimizni ishlatadigan, foydalanadigan inson hisoblanadi. Ya'ni misol shaxsan men bolalarning kashasini totadigan bo'lsam, maksimal darajada harakat qilishim kerak, ko'proq mijozimni og'riqlarga yechim beradigan qilib chiqishim kerak. Meni mijozim bu bola emas. Bolani kim? Onasi. Chunki menga to'lov qiladigan, pul to'lashi mumkin bo'lgan inson bu uning onasi hisoblanadi. Ya'ni onajonlarga mo'ljallab reklama kompaniyasini yoqaman, lekin u mahsulotimni iste'mol qiladigan odam bu onasi emas, u uning bolasi. Shunday ekan, maqsadli auditoriyani segmentatsiyaga bo'layotgan paytda asosiy pul to'lashi mumkin bo'lgan inson kim? Va uni qanaqa og'riqlari bor? O'shalardan kelib chiqqan holatda ota-onasi, onalari, dadasi qanaqa segmentlarga og'riqlari bor, qanaqa muammolari bor, nimalarni xohlaydi, farzandi kelajak kim bo'lishini xohlaydi, qanaqa ko'nikmalar bo'lishini xohlaydi, shulardan kelib chiqqan holatda reklama kompaniyalaringizni sozlasangiz bo'ladi. Keyingisi kreativ va offerlarni yozib chiqish. Kreativ offerlar qayerdan olasiz? Asosiy birinchi o'sha mijozlarni segmentga bo'lganingizdan keyin ularning xohish istaklaridan, ularning qo'rquvlaridan va jonli holatda suhbatlashib, o'sha eski mijozlardan va yangi tushgan lidlardan qo'ng'iroq qilish, ya'ni tasdiq qilish, ya'ni mijozlarni o'rganish orqali topishingiz mumkin. Va albatta raqobatchilarni kuzatish orqali ham o'sha mijozlarda nima xohlayapti, istaklaridan kelib chiqqan holatda eng yaxshi maslahat beradigan narsam mijozlarni og'rig'ini aniqlab, o'sha og'rig'iga qisqasi yechim olib chiqib bering. Ya'ni sizdagi mahsulot, sizdagi produkt uni muammolariga yechim bera oladimi? Agar yechim bera oladigan bo'lsa, albatta o'shani reklama rolikda maxsus ssenariy formulalar orqali, ya'ni PMHS, ya'ni og'riqni ham ezish va umid uyg'otish va solution, yechim berish. Ushbu formulani misol uchun izohlarda yozib qoldiramiz va kelgusi videolarda ham o'sha sotuvchi maqolalari yozish videosini ham joylab boramiz. Uning uchun hoziroq agar obuna bo'lgan bo'lsangiz, saytimizga obuna bo'lib qo'ying va profilimizda shu kabi sotuvchi maqolalar yozish va SMM va targetingga oid foydali ma'lumotlarni ham sayfalarimizda berib boryapmiz. Xo'p, keyingisi, keyin aytamiz, kreativ va offerlar yozib chiqqanimizdan keyin albatta og'riqdan kelib chiqqan holat yoziladi. Misol uchun sizning farzandingiz telefonga berilib ketdi va kitob o'qishga umuman xohishi yo'qmi? Siz bundan xavfsirayapsiz va kelajagidan masalan o'ylanib qolyapsiz. Kelajakda qanaqadir katta inson bo'lishi, oliy ma'lum bo'lishidan qo'rqyapsiz. Bu holatda masalan nima qilish kerak? Bu natijasida sizning farzandingiz o'qishdan, rivojlanishdan, tengdoshlaridan misol uchun bilim olishdan orqada qolib ketib qoladi. Ya'ni bu og'riqni aytdingiz va og'riqni yana ham ezib chiqyapsiz, ezyapsiz misol uchun. Va mana shu ezish natijasida yana og'riq oshadi, lekin sizning xizmatingizga bo'lgan xohish bundan ham 2 karra oshadi. Ya'ni ehtiyoji paydo bo'ladi. Va so'nggisida siz ushbu mahsulotingiz ushbu og'riqlarga qanaqa yechim berishi mumkinligini ham aytib o'tishingiz kerak bo'ladi. Va mana shunaqa ssenariylarda offerlar yozishingiz va ushbu ssenariy asosida maxsus video reklama roliklarni ham tayyorlashingiz kerak bo'ladi. Yoki mobilografga aytasiz, ushbu ssenariy asosida maxsus brend face bilan foydalangan holatda ushbu reklama roligimizni olib berishingiz kerak bo'ladi deysiz. Keyingisi mind map va barchasini tuzib olish. Bu o'zingiz katta misol uchun listingiz yoki Notion'mi, Trello'mi bo'ladigan bo'lsa yoki doskadami o'zingiz tuzib olasiz. Ya'ni hamma bor ma'lumotlaringiz, bor instrumentlaringiz, qanaqa offerlari bor, qanaqa chegirma qilib bera oladi, nechta insonga qanaqa imtiyozlarimiz bor, qanaqa ustunliklarimiz bor, qanaqa maqsadli auditoriyamiz bor va nechta video reklamalarimiz bor hozirgi paytda, necha pul budjetimiz bor, hammasini bitta doskaga yozib olishingiz kerak bo'ladi. Xuddi kinolarda ko'rasiz, detektiv kinolarida misol uchun o'g'rilar bankda o'margan kirmoqchi bo'lsa, misol uchun o'ziga xarita qilib oladi, doskaga mana odamni o'g'irlashimiz kerak, mana insonni misol yerto'rda kirishimiz kerak, buni qorovulda gumdon qilishimiz kerak. Va hokazo o'zlaricha xarita qilib mind map tuzib oladi.
Xuddi shunaqa target yo'qotgan paytda ham sizni maqsadlar auditoriyasi misol uchun ota-ona bo'lgan bo'lsa, ota-onaga nima orqali yo'naltiramiz o'zimizni messenjimizni. Qanday holatda hammasini o'sha mindmapga yaratib olgan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, keyingisi budjet hisoblash. Budjetni hisoblash misol uchun albatta bozordan kelib chiqqan holatda hisoblaysiz hamda testing holatda kamida 3 kun yoki 4 kunga $5 target yoqib ko'rishingiz kerak bo'ladi. Va kamida 5 ta yoki 10 ta kreativlarda test qilishingiz natijasida har bitta kreativingiz necha puldan lead olib kelyapti, o'rtacha hisobda sifat darajasi qanaqa. Va shundan kelib chiqqan holatda masalan $5 yoki $1 yoki 0.5 sentmi o'rtachasini olib mana shu sentdan hisoblang. $1 misol uchun tushadigan bo'lsa, ta'lim loyihalari o'rtacha shaharlarda arzonroq, chekka viloyatlarda misol uchun $1-2 atrofida. Va shu $1-2 kelib chiqqan holatda budjet hisob-kitob qiladi. Misol uchun bizga hozir 500 ta lead keladigan bo'lsa, demak biz bir oyda necha pul target yoqishimiz kerak? Bitta lead narxi $1 dan bo'ladigan bo'lsa, o'rtacha misol uchun hisob-kitobini olishingiz kerak. $500 dan misol uchun $1000 gacha ketishi mumkin ekan degan hisobini olib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun $100 berib 1000 ta, 2000 ta lead olish misol uchun juda ham chekka hududlarda qiyin. Chunki bu yerda axvat birinchidan kamroq va raqobatchilar ham bu yerda ham o'ziga yarasha ko'payib ketmoqda. Raqobat ko'paygan sari offer beradigan taklifingiz kichkina bo'lgani natijasida sizni leadlaringiz soni ham qimmatlashib ketadi. Shunaqa gaplar. Xo'p, keyingi darslarda gaplashamiz. O'sha leadlar narxini arzonroqqa olish, kuchli offer tayyorlash, UTP tayyorlash bo'yicha ham alohida gaplashamiz. Bu ham albatta targetda juda ham muhim instrumentlardan biri hisoblanadi. Sizni call to actioningiz, berayotgan offerlaringiz albatta targetni natijasini katta qismini bu ham belgilab beradi. Keyingisi Facebook va Instagramda maqsadli auditoriyani yaratish. Bularni ham hozir etaplarda ko'rib chiqamiz. Keyingisi maqsadni aniqlash. O'zi maqsad o'zini sotuvni oshirishmi yoki brend tanitishmi yoki target misol uchun obunachi ko'paytirishmi? Shu maqsadni aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Va oxirgi ishimiz Facebookda va Instagramda maqsadni tanlab reklamani yoqishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, ishga tushirish etapi qanaqa bo'ladi siz? Asosan birinchi texnik tarzda reklamani testli holda yoqib ko'rasiz. Eng kamida 3 kun yoki 4 kun yoqib ko'rasiz $5 dan. Katta pulga riskovat qilish shart emas. Siz bilib olishingiz kerak, qaysi reklama roligingiz qanaqa natija beradi. Eng samaralisi qaysi biri? Eng zo'rlarini tanlab olasiz va qolgan 80% yoki 70% summangizni aynan o'sha natija bergan reklama kreativingizni sarflasangiz, pulingizni albatta oqlab, ortig'i bilan natijasi bilan qaytarib beradi. Agar sizda bitta reklama rolik va $1000 pul bo'lsa, faqat o'sha reklamaga yoqsangiz, qanaqa natija beryapti siz bilmaysiz. Samaradorligi qanaqa? Solishtira olmaysiz. Chunki qancha ko'p reklama kreativingiz qanchalik ko'p bo'ladigan bo'lsa, sizga shuncha yaxshi. Qaysi biri yaxshiroq natija berishini shaxsan o'zim ham bilmayman. Olgan reklamamiz shunaqa natijalarda bo'lgan, praktikada bo'lgan. Sifatli holatda, mana shunaqa sifatli kameralarda olgan video reklama roliklarimiz natijasi juda ham yaxshi bo'lmagan. Oddiy selfie rejimida olgan, kerak bo'lsa rasmli holatda olgan rasmli postlarimiz ko'proq leadlar, arzonroq leadlarni olib kelib bergan holatlari bo'lgan. Shuning uchun o'zingizdan kelib chiqqan holatda mana shu video yaxshi o'tsa kerak, mana shu video yaxshi natija beradi degan narsani o'zingizdan kelib chiqqan holatda hech qachon gapirmang. Asosiy bahoni siz emas yoki tadbirkor ham bermaydi. Asosiy bahoni aholi, pul beruvchi inson beradi va ular qiziqa olishi kerak birinchi o'rinda va uni qiziqishini bilishingiz uchun albatta testli holatda target yoqib ko'rishingiz va undan keyin bir fikrni ayta olasiz va tadbirkorga aytasiz, aka, bozorda hozir mana bunaqa narx ekan, meni hozir target yoqishim bo'yicha $1, $2 tushyapti. Bizga hozir 500 ta lead kerak bo'lgan bo'lsa, o'rtacha $500 bir oyga budjet ajratishimiz kerak bo'lar ekan. Xo'p, tushunarli deb shu yerdan aniqlasangiz bo'ladi. Xo'p, mindmapda tuzilgan barcha ishlarni Facebookga nima qilamiz, Instagramga ko'chiramiz. O'sha olgan kreativlarimiz, ssenariylarimizni yozamiz, video reklamani oldik, maqolasini yozdik, videoga joyladik, Instagram, Facebook joyladik va reklamani maqsadli holatda yo'naltirishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, keyingisi analiz va optimizatsiya etabi ham bor. Bu etapda nima qilishingiz kerak bo'ladi deganmiz. Bu etapda qilingan ishlarni analiz qilib borishingiz kerak bo'ladi. Qanaqa ketyapti? Yondimi o'zi yoki o'chib qoldimi yoki blokka tushdimi yoki admin berib yubordimi va hokazo ko'rib chiqishingiz kerak bo'ladi va keyingi hisobotlar tayyorlab borishingiz kerak bo'ladi. Haftalik va oylik hisobotlarni o'zingiz uchun va tadbirkor uchun berib borishingiz uchun va oxirida optimizatsiya qilish.
agar reklama roliklaringiz qimmatlashib ketib qolishi mumkin. Bu holatda misol uchun maxsus instrumentlar qo'llaysiz. Agar tushmaydigan bo'lsa, kreativni yangilaysiz, offerlarni o'zgartirasiz, call to actionlarni o'zgartirasiz. Shu kabi ishlarni bajarishingiz va lead narxini ozroq yana qaytarib tushirishingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun esa optimizatsiya etabi kerak bo'ladi. Qimmatlashib ketgan reklamani vaqtincha o'chirishingiz ham mumkin yoki optimizatsiya qilishingiz ham mumkin. Albatta dublikat qilish yo'llari ham bor. Tezroq reklamangizni aktiv bo'lishi va tezroq natija berishi uchun. Xo'p, keyingisi targetingda maqsadlarni qanday qo'yish kerak? Birinchisi, biznes o'zi qayerga qarab ketyapti? Sotuvlar soni qanaqa? Oldin biznesni albatta o'rganish kerak. Targetolog shu kungacha nechta sotuvlaringiz bo'ldi? Biznesga misol uchun olib kelingan leadlar soni nechta? Lead narxi necha puldan kelgan? Necha oyda qancha sotuv qilishimiz kerak? Deadline qanaqa va KPI? Deadline'ni aniqlab olishimiz kerak va KPI'larni ham to'g'ri tadbirkor bilan kelishib olishlaring kerak bo'ladi. Xo'p. Keyingisi, misol uchun bir oy muddat ichida 300 ta lead tushirishingiz kerak bo'ladi va har bittasi $1,5 olib kelish kerak. Uy remont xizmati uchun va o'rtacha konversiya 10% hisoblasangiz bo'ladi. Oltin o'rtalik deb qulog'ingizga kuyib olsangiz ham mayli. Juda ham ko'p holatlarda standart holatda ishlab beradi. Misol uchun 50 ta lead tushadigan bo'lsa, 50 ta leaddan o'rtacha 10% konversiya sotuv 5 ta bo'ladi. Agar siz misol uchun 50 ta sotuv qiladigan bo'lsangiz, sotuv qilib realni misol uchun pul ishlamoqchi bo'lsangiz, o'rtacha holatda 500 ta lead tushirishingiz kerak bo'ladi. Eng standart holatda agar leadlaringiz misol uchun sotuvlar soni 10% dan tushib ketadigan bo'lsa, target reklama roliklaringizni optimizatsiya qilish kerak yoki o'chirib boshqatdan yangi kreativ olish kerak. Agar 10% yuqori 20-30% bo'lsa, bu juda ham zo'r, klassni. Juda ham zo'r ishlayapti, offerlar yaxshi. Va eng asosiysi e'tibor bering, call center va sotuv menejerlaringiz zo'r, klassni ishlayapti. Bularga alohida respekt aytib, rag'batlantirib qo'yish kerak bo'ladi. Agar sotuvlar yaxshi bo'lmayotgan bo'lsa, yo call center bo'limini, yo sotuv bo'limini ham va targetologni ham yig'ib, o'rtada muhokama qilib, albatta majlis qilib olish kerak bo'ladi. Kimda ko'proq konversiyamiz tushib ketyapti? Qaysi holatda sotuvlarimiz kamayish nuqtasi bo'lyapti? O'sish nuqtamiz qayerda? Buni ham tadbirkor birgalikda kelishgan holatda marketolog bilan suhbat qilib olsa, yana ham yaxshi bo'lar edi. Ko'pchilik misol uchun lead tushmay qolsa, targetolog aybdor bo'ladi misol uchun, lekin sotuvlar kamayib ketsa yoki yaxshi sota olmaydigan bo'lsa, ko'p holatlarda tadbirkorlarimiz aynan targetologni misol uchun aybdor qilish holatlari uchraydi. Leadlaringiz sifatsiz, musor leadlar kelyapti va hokazolar. Va bu holatda ham targetolog o'zini misol uchun qay darajada misol sifatli lead olib kelayotganligini, potensial mijoz keltirganligini isbotlab berish uchun o'zi ham bemalol tushgan leadlarni gaplashib ko'rishi va sotuv bo'limi bilan kelishib olish kerak. Siz uchun sifatli lead qanaqa bo'ladi? Sifatli lead o'zi qisqacha tushuntirib o'taman. Sifatli lead ism familiyasini qoldirgan payt, telefon qilgan paytingizda ismingiz Rahmatullo aka ekan, ha Rahmatullo. Telefon raqamingiz to'g'ri tushdimi? Ha, to'g'ri tushdingiz. Shunaqa xizmatga SMM marketing bo'yicha kurslarga qiziqqan ekansiz, to'g'rimi? Ha, qiziqqanman. Bo'ldi. Xuddi shu ma'lumotlar o'zi 3 ta savol bilan bemalol aniqlab olsangiz bo'ladi. O'zingiz o'rganmoqchimidingiz? Ha, o'zim o'rganmoqchiman. Bo'ldi. Bu mijoz haqiqatan potensial ideal mijoz. Endi bu mijozni biz musor lead deyish, musor mijoz deyish bu noto'g'ri. Agar shu insonga misol sota olmasa, call center aybdor bo'ladi. Shu narsaga ham e'tibor berish kerak bo'ladi. Agar mijoz telefon qilgan paytingizda o'zi adashib tushdingiz, boshqa raqamga tushdingiz yoki qiziqmaganman yoki Anvar akamiz yoki men Bahramjonman degan bo'lsa, bu haqiqatan musor lead. Bu holatda targetologga aytishingiz mumkin, "Uka, leadlar sifati tushib ketib qolyapti, sifatini oshiring. Lead formaga qanaqadir bir bo'limlarni yana qo'yish kerak ekan" degan narsani aytsangiz ham bo'ladi. Targetolog ishni nimaga qarab baholash kerak bo'ladi? Birinchisi, xo'p, mijoz yoki lead narxiga qarab gaplashishingiz mumkin yoki mijozlar soni, ya'ni sotuv bo'lgan sotuvlarga hamda leadlar soniga qarab gaplashishingiz ham mumkin. Umumiy holat targetolog qanaqa oylik maoshda gaplashsa bo'ladi deydigan bo'lsangiz, birinchi holatda umumiy holatda qanchadir summaga, masalan, o'rtacha targetologlar tajribasiga qarab o'rtacha $200-250 olishadi. Tajribalilari shu $400, $500, $600 $700 ketishi mumkin. Endi ish boshlayotganda o'rtacha $100-150 oylik olishi mumkin. Endi oylikka gaplashadigan bo'lsangiz, agar siz tajribangiz oshgan sari ham oylik, ham qanaqadir bir sotuvdan KPI ga gaplashishingiz ham mumkin shu tadbirkorda. Ya'ni siz olib kelgan mijozdan qanchadir misol uchun 1% dan 10% gacha misol uchun
KPI gaplashishingiz mumkin. Albatta, mahsulotni tannarxi qanchaligiga qarab ham albatta. Ba'zida 10% ga, ba'zi tadbirkorlar o'zi ishlamaydi. Shuning uchun 1%, 10% misol shu atrofda bo'lishi mumkin. Ya'ni sotuvdan ham misol uchun siz olib kelgan lidlarni sotuvdan ham sherik bo'lishingiz ham mumkin. Yoki umumiy holatda men orqali kelgan mijozlarni sotuvdan pul olaman, mana shuncha foiz olaman desangiz, yuqori foizlarga ham misol uchun ishlashingiz mumkin. Bu holat tadbirkorda hech qanaqa misol uchun riskovat yo'q. Bo'lib ham misol uchun agar targetga misol pul beradigan bo'lsa, umumiy holatda katta riskovat qilmayapti. Tushgan sotuvdan mijoz olib kelaman, sotuv bo'ladigan bo'lsa, o'sha sotuvdan misol uchun men olaman deydigan bo'lsangiz, bu holatda ham juda ham ko'p tadbirkorlar shu narsani xohlaydi, lekin ko'pchilik ko'nmaydi. Chunki bu yoqda pul beraman degan tadbirkorlar ham bor. Ham pulingizni beradi, ham sotuvdan ham misol sherik qilishi ehtimoli juda ham yuqori target olishga. Shuning uchun hozirgi holatda misol bozor bo'sh, hozir o'rganib bosish kerak, o'rganish kerak qisqasi. Vaqti kelib bozorda misol uchun 5 yil 10 yildan ko'payib ketadigan bo'lsa, shunaqa paytlar keladi. Tadbirkorlarga men sizga qisqasi bepulga ishlayman, sotuvingizga sherik bo'laman. Sotganimdan, mijoz olib kelganimdan misol uchun keyinchalik ishlayveraman deydigan holatlar ham balkim chiqib qolar. Lekin ungacha agar siz tajribangizga, portfolyoga ishlay oladigan bo'lsangiz, o'sha holatda ham bemalol ham oylikka, ham sotuvga sherik bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Keyingisi qanday va qayerda va reklamani yoqish kerak bo'ladi? Birinchisi o'zi 3 xil usuli bor. Birinchisi promotion Instagram o'zida, ya'ni prodigvat tugmasini bosish orqali. Buni ko'pchilik biladi. Bemalol hozir Instagramda 2 minutda o'rgatib qo'ysa ham bo'ladi Instagram target yoqishni. Bu oddiy holati va professional holatda qanaqa bo'ladi desiz, Ads Manager orqali target reklamani yoqish va uchinchisi Facebook page orqali promotion knopkasini yoqish. Birinchisi promotion Instagram, ya'ni prodigvat tugmasini bosish orqali reklamani yoqishni kamchiliklari va plyus taraflari qanaqa bo'ladi? Birinchisi faqat 3 ta maqsadi bor. Ya'ni maqsadlar soni cheklangan. Bu maqsadlar asosan sotuv uchun yaxshi unchalik mo'ljallanmagan. Analitika yo'q, chuqur analiz qila olmaysiz. Ya'ni Facebookda analitikasiga qaraganda kamchilik kam ko'radi. Misol uchun issiq auditoriyalar yo'q. Necha foiz insonlar ko'rgan? Misol uchun reklamangizni qancha qismini ko'rgan? Masalan, oxirgacha qolganlar qaysilar? Ularni misol uchun umumiy holatda siz ko'ra olmaysiz. Xo'p, lekin obunachilar oshirish uchun agar juda ham tavsiya beriladi, passive profil, ya'ni profilga yoqish knopkasi orqali foydalansangiz, bu zo'r natija beradi. Chunki sinovdan o'tyapti. Ya'ni obunachi ko'paytirish uchun Instagramda o'zidan ham yoqsangiz ham bo'ladi. Xo'p, birinchisi passive profil, profilga target yoqish. Ikkinchisi traffic na sayt, ya'ni ikkinchi target maqsadimiz knopkani bosgan payt Telegram kanal yoki veb-saytga yo'naltirishingiz mumkin bo'ladi. Uchinchisi сообщение direct. Uchinchi knopkamiz, ya'ni lichkangizga yozdirishingiz ham mumkin bo'ladi. Xo'p, keling bir sinab ko'ramiz. Endi birinchi o'rinda o'sha knopkani bosgan paytingizda nazivaniyya auditoriyaga nom qo'y deyapti. Auditoriyaga nom qo'yasiz. Ikkinchisi qaysi nom qo'ydi? Misol uchun местоположение ikkinchisi. Qaysi hududda yashaydi? Necha kilometr radiusda bularni ham belgilashingiz mumkin bo'ladi. Keyingisi target. Qiziqishlari qanaqa? Misol uchun mashina oladigan bo'lsa yoki mashina avtoservisga target yoqadigan bo'lsangiz, albatta avto tuning house, avto servis, avtomobil va shu kabi terminlarda va qiziqishlarni qo'yishingiz kerak bo'ladi va bo'lib ham avto servisga yoqadigan bo'lsangiz, ayollar emas, ko'proq aslida erkaklar bu sohaga qiziqadi va pul to'lash ehtimoli juda ham yuqori. Ayollar unchalik tushunmaydi. Shuning uchun erkaklarga yoqsangiz effektivность sal anchagina yuqori bo'ladi. Va ayol va erkakmi qiziqishlari, yoshi, jinsini so'raydi va ularni ham to'g'ri kiritadigan bo'lsa, aynan xuddi shunaqa kategoriyadagi insonlarga reklamangizni ko'rsatib beradi. Xo'p, Instagram promotion va oxirgisi byudjet belgilaysiz. Necha kunga, necha puldan yoqish kerak? Masalan, kuniga $5 dan necha kun yoqish kerak? 6 kunga yoqadigan bo'lsangiz, umumiy hisobda $30 oladi va kuniga misol 4600 dan 12000 tagacha ahvat, ya'ni shuncha insonga ko'rsatib beraman deyapti. Xo'p, endi Facebookda ko'rib o'tamiz. Facebook Ads Managerda maqsadlar soni nechta degan bo'lsa, bunda 6 ta. Oldin bundan ham ko'p bo'lgan, hozir qisqartirib 6 ta qilib qo'ydi. Birinchisi, uznamaymiz maqsadi, ya'ni o'zi yozib qo'ygan, bu yerda ko'rishingiz mumkin. Brendni tanitish, ya'ni ham misol uchun ko'proq insonlarga ko'rsatish uchun. Keyingisi trafik, ya'ni Telegram kanaliga yoki veb-saytga yo'naltirish. Knopkani bosgan paytingizda Instagram va Facebookdan boshqa bo'lgan platformaga olib kirib ketishingiz ham mumkin bo'ladi. Keyingisi voucherniz. Voucherniz bu nima desangiz, bu
Instagram va Facebookda directga yozish, ya'ni lishkangizga yozdirish. Keyingisi lead, ya'ni lead bu nima desangiz, bu potensial mijoz. Olishi mumkin, sotib olishi mumkin, qiziqqan, ya'ni pul to'laydigan degan mijoz desangiz ham bo'ladi. Xo'p, keyingisi продвижение приложения, ya'ni siz agar promotion qiladigan, reklama qiladigan приложениеңiz, o'yiningiz yoki qanaqadir applicationingiz bo'ladigan bo'lsa, uni ham albatta ommalashtirish kerak, ko'proq insonlarga ko'rsatish kerak. Va buni ham Instagram va Facebookda to'g'ridan-to'g'ri App Store va Play Marketga yo'naltirish orqali o'sha приложениеңizga ko'plab insonlarni ustanovka qilishi va foydalanishiga yoqsangiz bo'ladi. Xususan ko'proq Click, Payme, yana qaysi ilovalar bor misol Uzun Market, ko'proq Temushop, OneFit, shu kabi ko'plab ilovalar to'g'ridan-to'g'ri target yoqadi Instagram va Facebookda va knopkani bosgan paytingizda agar telefoningiz iPhone bo'lsa App Store'ga, Samsung yoki qanaqa Android bo'lsa Play Marketga olib kirib ketadi. Bu shu ilovani ustunovga qildirishga majburlaydi. Va oxirgisi prodaja. Bu sotuv. Bu yerda misol uchun siz mahsulotlaringizni katalog holatda, ya'ni saytga yoqadigan bo'lsangiz, sizning mahsulotingizni chuqurroq qiziqishi mumkinmi, sotib olishi mumkin bo'lgan insonlarga konversiyasi yuqori holatda reklamalarningizni ushbu holatda yoqishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, sotuv uchun asosiy maqsadlar: birinchi konversiya, ikkinchisi trafik, ya'ni sayt yoki Telegram kanalga, va oxirgisi lead forma. Shu holatda yoqadigan bo'lsangiz, sizda misol uchun ko'proq sotuvlaringiz oshish ehtimoli juda ham ko'p bo'ladi. Misol uchun vovlacheningizga ham bo'ladi, lekin ko'p holatlarda mijozlar Instagram directga qarashmaydi, vaqtida javob berishmaydi. Shunaqa holatlar bo'lib qoladi. Xo'p, keyingisi maqsadlar va qanday ishlaydi. Maqsadlar shunaqa, Facebook shunaqa aqlli holat tuzganki, Instagramda shunaqa insonlar bor. Reels ko'rayotgan paytda faqat Reels ko'radi. Like umuman bosmaydigan insonlar bor-da, faqat ko'rishga mo'ljallagan insonlar bor. Kommentariy yozgan ham erinadigan insonlar bor. Ba'zi shunaqa insonlar bor, faqat chiqqan videorolikka o'zini fikrini bildirib, pozitiv bo'lsa yoki yaxshi fikr yoki yomon bo'lsa yomonlab yozadigan insonlar ham bor. Ba'zi bir insonlar bor, to'g'ridan-to'g'ri saytga kiradi, ro'yxatdan o'tadi, ro'yxatdan o'tib ko'rgan, saytga kirib ko'rgan. Unaqa insonlarni ham alohida paketga, masalan, guruhlab qo'ygan. Va xususan Uznavoiz maqsadida ko'pincha komment yozmaydi. Faqat ko'radi. Insonlar ko'radigan insonlarga nima qiladi? Ko'proq ko'rsatadi. Lead maqsadida yoqsangiz, aynan lead qoldirishi mumkin bo'lgan, oldindan masalan lead nomer qoldirib ko'rgan, olishi mumkin bo'lgan insonlarga ko'rsatadi va sizning ma'lumotlaringizga, sizga o'sha mijoz ma'lumotlarini olib keltirib beradi. Xo'p. Qisqacha qanaqa savollaringiz bor? Targeting bo'yicha nimalar qolib ketdi? Endi qisqacha qayerdan loyiha olishingiz mumkin? Qisqacha tushuntirib o'taman. Buni ham YouTube kanalimizda joylab tushuntirib boryapmiz. Darsliklarimizda qayerdan loyiha olishingiz mumkin? Qayerdan? Har bitta inson tirik jon bor ekanki, mavjud bor ekanki, o'zini eng kamida 100 tadan 1000 tagacha, agar aql ishlaydigan bir farosatli inson bo'lsa, 100 tadan 1000 tagacha insonlar tanishlari kurugi bo'lar ekanda. U sinfdoshlari, qarindosh urug'i, do'sti, kollejdagi, universitetdagi, mahalla-ko'y va hokazo joylardagi tanishlari bilan o'rtacha 100 tadan 1000 tagacha tanishi bo'lar ekan. Va o'sha tanishlaringiz orasida eng kamida 10% konversiya hisoblasangiz ham 10 tacha tadbirkor biznes egasi bor. Va o'sha biznes egasiga men sen sotuvingni oshirib beraman, oyiga mencha summa berasan va har bir sotuvingni men oshirib berganimga kelishsak bo'ladimi? Misol uchun senda riska va sen ham ishlab ko'rmagansan, qo'rquv bo'lmasligi uchun men testli holatda bir hafta target yoqib beraman. Undan ko'ra target o'zi nima? Tushuncha va ma'lumotlar beradigan bo'lsangiz, albatta unga ham yoqib tushadi. Va bir hafta testli period orqali siz unga nechta lead olib kelib berishingiz mumkin, nechta sotuv bo'lishi mumkin, prognoz taxmin qilib ko'rdingiz va mijozlarni siz jalb qilib bera oldingiz. Va shu holatda bilishingiz mumkinki, unga qanaqa sotuv olib kelib bera olasiz. Shundan kelib chiqqan holatda ham oylik va KPIlarni kelishib olsangiz ham bo'ladi. Hop, endi bu tajriba olishingiz uchun va o'zingizni tanishlaringizga xizmatingizni sotish juda ham oson, chunki sizga ishonadi. Agar yosh oldingi paytlarda kaskadyor kedirib ketmagan bo'lsangiz, to'g'ridan-to'g'ri aytsangiz, albatta bo'ldi, menga ma'qul, o'zim ham Instagramda ko'ryapman, raqobatchilarim misol uchun Instagramda yaxshi sotuv qilyapti, reklama yoqyapti, misol uchun menda bo'lmayapti, men yoqishni bilmayapman, davay menga misol uchun yoqib ber.
va senga misol uchun eng kamida 150 200 dollar oyligini beray yoki 150 dollar oyligini berib endi boshlabsan va har bitta sotuvda misol uchun men senga 10% beraman yoki 50 ming so'mdan yoki 100 ming so'mdan har bitta sotuvdan beraman. Ishoning, hozir 50 ming so'm, 100 ming so'm siz ko'zingiz kichkina bo'lishi mumkin. Shunaqa loyihalar ishlaganmiz. 15 ming, 20 ming so'm, 20 ming so'mga ham ishlaganmiz. Nimaga? Chunki unda kuniga ko'p sotuv bo'lardi. Qimmat mahsulotlarda misol uchun KPI ham ko'p bo'ladi. Ya'ni oladigan summangizdan kattaroq bo'ladi, lekin kam sotiladi. Lekin biz shunaqa loyihalar ishlaganmiz. Kamroq summa beriladi, lekin ko'p sotuv bo'ladi. Kuniga 50 dollar, 100 dollargacha KPI bonuslar ham olsa bo'ladi bemalol. Eng qizig'i, bo'libman sotuvga sherik bo'ladigan bo'lsangiz, siz qancha pul topishingizni siz ham bilmaysiz. Eng qiziq, tadbirkor ham bilmaydi. Sizga qancha pul berishi mumkinligini tadbirkorning o'zi ham bilmaydi. Shuning uchun qo'rqmasdan harakat qilib, biznes o'zi misol tavakkalchilikka qurilgan. Tavakkal qila oladigan insonlar uchun. Shuning uchun hamma ham tavakkal qilib biznes qila olmaydi. Shunaqa gaplar do'stlar, qanaqa savollar bo'lsa izohlarda yozib qoldiring va darsimiz so'ngida sizga vazifa topshiraman. Topshirig'im shunday iboratki, o'zingizga bitta loyiha olasiz. Farqi yo'q, tanishib bilishingizdan bo'ladimi yoki qiziqqan soha, masalan, kitob o'qishga qiziqasiz, ta'lim sohasiga qiziqasiz, qaysi o'quv markazi, xususiy maktabda yoki universitetda loyihasini olasiz. Shu bo'yicha Instagramga qanaqa offerlar bersak bo'ladi, qanaqa offerlar bera olasiz, o'sha offerlarni misol uchun daftarga yozasiz. Va auditoriyani aniqlaysiz. Bizning auditoriyamiz kim? Yoshi nechida? Nimalarga qiziqadi? Qayerlarda o'tiradi? Instagramda o'tiradi, Facebookda o'tiradi, misol uchun. O'shani aniqlaysiz va kreativda misol uchun necha puldan target yoqib ko'rasiz. Testli holatda misol 4 kun yoqib ko'ramiz, 5 dollardan ko'ramiz. 5 ta yoki 10 ta videorolikni hozircha testli holatda yoqishimiz uchun shular testli holatda qilamiz va Instagramda sozlab target reklamalar bir yoqib ko'rasiz. Instagram target yoqish juda ham oson. Agar bilmaydigan bo'lsangiz, YouTube'da qachonlardir joylab qo'yganmiz, bir qiziqishga bir kirib ko'rsangiz ham bo'ladi. Shunaqa do'stlar, agar SMM va targetga qiziqadigan bo'lsangiz, sahifamizga obuna bo'ling va vazifalar vaqtida joylang. Hammaga rahmat, salomat bo'ling.